shoshib turgan paytim akkumulyator o'tirib qolganini qaranglar. Vafshim, do'qli bo'lib qoldi. Hozir endi 1332 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, yordamchi kuch chaqiramiz. Assalomu alaykum, Shabag'irman, eshitaman. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Opa, Sparklarda akkumulyator bormi sizlarda? Necha pul turadi? Hozir ko'rib beraman. Toshkentda qayerdan telefon qilyapsiz? Toshkent Yunusoboddan. 640 ming so'm bo'ladi. Delkordan bor, 50 avlik. 600. Yetkazib berish, o'rnatib berish xizmatlarimiz mutlaqo tekinga bo'ladi. Hozir akkumulyator kerak bo'lyapti. Shunga yubora olasizmi? Qanchalik keladi taxminan yuborsangiz? Maksimum bir 40 minutlarda boradilar. Agar yo'lda probka bo'lmasa agar shu 40 minutda. Bo'ldi, kelaversin. Xo'p. Zayafingizni qabul qildim. Hozir yo'lga chiqishdan oldin sizga aloqaga chiqishadilar. Bo'ldi, rahmat kattakon. Mayli, salomat bo'ling. Kapot ochib qarasam qaraydi, nima bo'lib ketgan. Maytda ko'k nag'ar yig'ilib qolganmi bilmayman. Hozir olib tozalab tashlayman. Qani, zavid bolani kim tekshirib ko'ramiz. Salpa tozaladik, endi o'rnatib, hozir tekshirib ko'ramiz. Zavid bo'ladimi yo'qmi? Mana bismillah. Dabdal bo'ldi. O'zi oldin ham Delkor ishlatardim. Delkorda ancha yurgandim. Keyin buni viloyatga borib qo'yib berishgandi, bir 2 yil yurdi-da. O'zi necha yil yuradi Delkor? Normal yurib berishi taxminan. Kamida 3 yil yuryapti-da. 3 yil kamida. Birinchi Delkor ishlatganimizda 4 yilmi 5 yil ishlayvergandi. Lekin original zavod. Anadan olib keladi. Koreyadan o'zimiz olib kelamiz. Bir majbur bo'lib qo'yib oldim. 2 yil ham bormadi-da. 2 yil bormadi. Keyin mana bunaqa nag'ar bo'lib ketibdi, qarang, ko'k. Yo'q, antikisini to'qqizish boshlagan, chiqarishgan. Mana original. Mana yozuv. Boshqa qiyinib chiqariladi. Madin Koreya. Mana Agar mana shunaqa bo'rt chiqmagan bo'lsa, yozig'i usta bo'ladi. Manzilda kuydirib ham yozishadi. Bu kuyma, qolip ichida bo'ladi. Buni podelkalari ham bormi? Ha, podelka. Yaxshi. Tak, endi zavid ko'ramiz. Bismillah. Bittadan. So, sizlarga ham shu turdagi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, 1332 qisqa raqamga telefon qilib, Toshkentda istalgan joyga chaqirsangiz bo'ladi. Moydan almashtiradi, ballon, diska, akkumulyator, motor moylari, korobka moylari hammasini almashtirib beradi. Siyob Agramash, ishonchli tanlov.